O'zbek tilida ot nima? Ani yuguradigan hayvonmi? Yoki narsani otmi? Yo'q. Qarang, otni yana bitta ma'nosi bor. Grammatikada kim yoki nima degan savolga javob beradigan hamma so'zlar. Bu degani hamma ko'rayotgan narsangiz o'sha ot. Hamma odamlar ot. Misol uchun odam, ayol, ustoz, bolakay, chaqaloq, qiz yoki nima? Narsa, kitob, yo'l, mashina, bino yoki telefon, uy, hammasi bular ot. Endi inglizlar bo'lsa, mana shu ot so'zlarni birlik bo'lsa bitta deb turib qo'shtirib gapiradi. Uning uchun biz en ni olamiz. Qaytaring. En. Misol uchun kitobni ular kitob deydi. Yoki mashinani mashina, yo'lni yo'l yoki olmani an apple deydi. An apple. Endi unli bo'lsa en ni oladi, agar undosh bo'lsa en olishadi. Bo'ldi. Endi mana shu so'zlarga en qo'yib chiqing iltimos. Kommentariyada tushundingizmi yo'qmi? Ko'ramiz.